düşmanları bo'lsa, mana shunda Qur'on Karimni xato tushunib qilishni saqlaydigan, Qur'on Karimning Qur'onni yiqib tashlash orqali Qur'on Karimni xato tushunishga yo'l ochmoqchi bo'ladi. Chunki bular payg'ambarning amriga bo'ysunmovchilar, xiloflik qiluvchilar, ya'ni payg'ambarning haydisiga amal qilmovchilar. Ular o'zlariga dunyoda bir azob kelishidan qo'rqsin va shundaqla oxiratda dardlik bir azob kelishidan qo'rqsin deydi. Bilginimizdek şeytan iblis bizni İslamdan yandırış, imandan soğutuş, İslamdan yiroqlashtirish uchun turli vositalarning hammani qo'llanadi. Shundaqla nurg'unlagan odamlarni o'zining askari qilib, odam shaklida dinga dushmanlik qilish uchun to'xtamay harakat qiladi. Qarab qilgan bo'lsak, Nuh alayhisolamning davridan tortib ta bugun qadar islomga dushmanlik qiladigan, musulmonlarni parchalashga urinadigan, ularni to'g'ri bo'lgan yo'ldan qaytarish uchun har xil vositalarni qo'llanadigan din dushmanlarini ko'ralaymiz. Masalan, İbrahim alayhisolamning oldida odimiy shayton bo'lgan Namrud bor edi. Musa alayhisolamning oldida odimiy shayton bo'lgan Fir'avn bor edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning oldida din dushmani bo'lgan, odimiy shayton bo'lgan Abu Jahil, Abu Lahablar bor edi. Bu din düşmanlarının məqsədi olsa, musulmonlarni parçalash, kishilarni islomdan iborat bu hidoyat yo'ldan tusish, musulmonlarni bo'lsa iymonni shakllantirishdan iborat islom dushmanligini o'ziga vazifa qilgan. Bugun kunimiz qarab qoladigan bo'lsakmi, o'zlarini har xil niqoblar bilan niqoblab olgan odimiy shaytonlarni, islom dushmanlarini, din dushmanlarini ko'ralaymiz. Chunki har vaqt musulmonlar bo'ladi ekan, din dushmanlari mavjud bo'ladi. Lekin din dushmanlari bizni aldash uchun, musulmonlarni to'g'ri yo'ldan qaytarish uchun o'zini asla va asla din dushmanlari demaydi. Hatto o'zini musulmon deb, islohotchi deb har xil unvonlar bilan, har xil nom atoqlar bilan aldığımız kelishi mumkin. Gerçi bular niqoblarni almashtirgan bo'lsa-mu, sagak musulmonlar, ilm egalari ularni yaxshi tuniyalaydi. Lekin shundaqdami umum xalq ularning balkim niyati to'g'ri deb ular oldinib qarashi mumkin. Bu sababdan biz bugun sizlarga bugun kunimizdagi eng xatarli din dushmanlarini, ya'ni odimiy shayton bo'lgan din dushmanlarini sizlarga tunishtiramiz. Amaliyotda bular din dushmanlari bo'lib qolmay, millat dushmani, vatan dushmanidir. Bu din dushmanlari, vatan dushmanlari bo'lgan odimiy shaytonlar bo'lsa, Angliya tarafidan 19-asrning boshlarida Hindistonda musulmonlarni parchalash uchun o'tirib elib chiqilgan hadis inkarchilardir. Bilginimizdek hadis degan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamның vahiyga tayinib turib Qur'on Karimni tafsirlagan so'zlari, shundaqla bizlarga diniy masalalarda nima ish qilishni o'rgatgan so'zlaridir. Va shundaqla amaliy qilib ko'rsatgan harakatlari va boshqa sahobalar qilsa, uningga sukut qilib onu qo'llagan, onu e'tirof qilgan ko'rsatmalarini ko'rsatdi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni payg'ambarlikka tanlagandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Qur'on Karimni umumiy shaklda tushirgan va shundaqla bu umumiy hukmlarni kishilarga bayon qilib berish vazifasini payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga topshirgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Qur'on Karimdagi umumiy hukmlarni o'zining so'zi, harakati orqali bizga tafsirlab bergan va bizga amaliy amal qilib ko'rsatib bergan. Masalan, Alloh taolo Qur'on Karimda aqimus salat, namoz o'qinglar degan. Lekin qanday namoz o'qishni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga topshirgan. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam namazda nimenin deyildiğanlığı, qanday o'qildiğanlığı, qancha rakat o'qildiğanlığından ibarat bu tafsilotlarning hammasini hadisda vahiyga tayinib turib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bayon qilgan. Demak, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning so'zlari mana shunda Qur'on Karimda umumiy kelgan hukmlarning tafsiloti. Bu sababdan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning davrida Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga Qur'on nazil bo'lsa, uni Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sahobalarga tushuntirgan, amal qilib ko'rsatgan. Hech qanday bir sahoba, "Ey Rasululloh, sening so'zingga amal qilmaymiz, faqat oyat kalam o'zimizning xohishi bo'yicha amal qilamiz" demagan. Undaq bir odam Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam davrida chiqib baqqan emas. Ammo Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning vafotidan keyin xavorijlar deydigan, boshqalarni takfir, ya'ni kofirga chiqaradigan bir bo'lak kishilar maydonga kelgandan keyin u hadisni naql qilgan, ya'ni u hadisni Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan anglagan va ko'rgan sahobalarni kofir qilgan. Bu kishilar o'tirga chiqqandan keyin bu kishilar Rasulullohning ko'pincha sahobalarni, bu cho'ng sahobalarni kofir deb qaragan bo'lg'achqa, biz hadislarga, ya'ni u sahobalar naql qilgan hadislarga amal qilmaymiz deb, Qur'onni bevosita tushunamiz deb o'zining xohishi bo'yicha hadisni inkor qilishga boshlagan. Lekin bularning ozg'unligi Rasulullahning bevosita shogirdlari bo'lgan cho'ng sahobalar tomonidan o'tirib qo'yilgandan keyin nurg'un kishilar tavba qilgan, nurg'un kishilar ulardan yiroqlashgan. Ya'ni bular bozor topolmagan. Masalan, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan keyin Hazreti Oyshadan bir ayol, "Nima uchun biz namozning qazosini qilmaymiz, ro'zaning qazosini qilamiz kasal bo'lib qolgan vaqtimizda?" deb so'raydi. Ya'ni ayollar odat ko'rgan vaqtida nima deb namozning qazosini qilmaymiz, nima deb ro'zaning qazosini qilamiz deydi. Hazreti Oysha radhiyallohu anha, "Ahururiyatin anti, siz ana shu xavorijlardanmi, ya'ni hurriyatda turadigan ana shu xavorijlardanmi?" deb so'raydi. Chunki bu ayol so'rayotgan hezlar ayolninki ro'zaning qazosini qilish hukmi hadislarda kelgan. Bu sababdan Hazreti Oysha radhiyallohu anha, "Siz hadislarni inkor qilgan xavorijlardanmi?" deb so'ragan. Bu ayol yo'q degandan keyin Hazreti Oysha, "Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni mushunga buyurdi" deb hadisning bir hukm manbasi ekanligini aytgan. Demak, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning davridan keyin xavorijlarda hadisni inkor qildigan ish o'tirga chiqqan bo'lsa-mu, lekin bular betchit qilingan. Mana shu vaqtdan boshlab ta 19-asr kelguncha islom dunyosida hech bir kishi hadisni inkor qilib boqqan emas. Hamma musulmonlar hadisda kelgan hukmlarni islomning hukmi deb qabul qilib kelgan. Taki 19-asr kelgan vaqtda Angliya Hindistonni ishg'ol qilgan davrda musulmonlarning kuchini parchalash uchun
hadisni inkor qiluvchi Ahmad Qodixonni siyosiy jihatdan qo'llagan, uning yo'lini ochib bergan. Chunki bu odamni qo'llash orqali Hindistondagi musulmonlarning birligini parchalab, mustamlik harakatini texmi tiziltishni o'ylagan. Bu sababdan Ahmad Saidxonning yo'llari eshib ketgan, jamoat taraqqiy qilgan. Ya'ni bu odam hadislarga nurg'ulg'an shartlarni qo'yib, shubha keltirib, Qur'onni bevosita tushunishga targ'ib qilgan. Bu odamning bu fikri Angliya mustamliklarininki Astridning qo'llashiga erishganlik uchun nihoyatda tez taraqqiy qilgan. Musulmonlar o'z ichida da'talashga tushgan Angliya bo'lsa, zulmini, mustamlikini texmi oshirgan. Shundaqla Angliya bu fikrni qo'llab, bu fikr Turkiya va Misrga tarqagan. Lekin ilm ahlilari buningga nihoyat qattiq qarshi turib, ilmiy jihatda bu fikrning asosini yo'q ekanligi, bu fikrning ozg'un ekanligini bayon qilib, nurg'un kitoblarni yozgan. Natijada bu fikr Misrda uzun hukm surmagan. Lekin Turkiyada xil uzun hukm surib, ta bugun kunimiz qadar oz bo'lsa-mu davomlashmoqda. Ya'ni bu hadis inkor qilish fikri ne ilmiy saviya tuvan bo'lsa, ya'ni musulmonlarning ilmiy saviyasi tuvan bo'lsa, u yerda baza topgan. Ammo ahli ulamalar jiq bo'lsa, musulmonlarning on saviyasi yuqori bo'lgan yerda baza topolmagan. Mana shu Angliya mustamchiliklari musulmonlarni parchalashni o'ttirib qo'ygan bu fikr bugun kunimizda Uyg'ur jamiyatimizda bosh ko'tarmoqda. Ayni davrda Angliya bu fikrni musulmonlarning orasini parchalash, o'zining mustamlika va zulmini tiziltishni qo'llangan bo'lsa, bugun kunimizda din dushmanlari bo'lgan zolim Xitoylar bu fikrni vositalik yoki bevosita musulmonlarning kuchini parchalash, ya'ni Uyg'ur musulmonlarning kuchini parchalash, o'z ichimizda ziddiyatga serish uchun Astriddan qo'llagan bo'lishi mumkin. Chunki hammamiz bilganimizdek, u zolim Xitoylarning maqsadi nima? Bizni parchalash, bo'lish. Bu orqali o'zining mustamlika, irqiy qirg'inchiligi va zulmini kuchaytirish, tezlatish. Ham o'zlarini hadis inkorchilari deb o'tirib chiqqan bu kishilar nima ish qilyotidi? Bizni birlashtiryotdi yoki bo'lyotdi? Albatta parchalayotdi. Kishilarni qo'ymoqtiryotdi. O'zaro bir-birimizni mashg'ul qilyotdi. Bu kim uchun xizmat qilganlik? Aqli bor inson ko'ralaydi-ki, bu Xitoyga vositalik holda xizmat qilganlik. Xitoyning bizni parchalash harakatiga parallel holda birga xizmat qilganlik. Shuning uchun hargizmi ularning o'zini Qur'oncha deb atvaganligi aldanmasligimiz kerak. Bular kafir bo'lib qolmasdan, bular din dushmani, vatan dushmani, millat dushmani. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda qul atiyulloha va atiyur rasul. Ey Muhammad, ularga aytganki, Allohga itoat qilinglar, ya'ni Qur'onga amal qilinglar. Va atiyur rasul, payg'ambarga itoat qilinglar, ya'ni hadisga amal qilinglar deb Qur'on Karimda buyurgan. Hadisga amal qilmaymiz deganlik, Qur'ondagi bu oyatga amal qilmayman deganlik. Qur'onga amal qilmagan odam kafir bo'ladi. Bu sebepten Allah Teala bu ayetning davomida fa in tawallaw fa innalloha la yuhibbul kafirin. Agar ular yuz o'rsa, Allohga itoat qilishni yuz o'rsa, payg'ambarga itoat qilishni yuz o'rsa, ya'ni hadisga amal qilishni yuz o'rsa, Alloh unda kofirlarni yaxshi ko'rmaydi deydi. Va shundaqla Alloh taolo noit uchiq qilib fala va robbika, hargiz sizning Robbingiz bilan qasam la yu'minun, ular mu'min bo'lmaydi, kofir pet qilib qoladi, hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Ular o'z orasida yuz bergan ishlarda, ey Muhammad, sizni hukm qilg'izmoqcha, ya'ni sizning hadisingizni qabul qilmoqcha, sizning hadisingizdagi hukmlarni qabul qilmoqcha, ular hargiz mu'min bo'lmaydi deydi. Demak, mu'min bo'lishimizning sharti payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadislariga amal qilish. O'zini mu'min degan har qanday bir erning, har qanday bir ayolning Allohning hukmiga, payg'ambarning hukmiga yoq deyishi, qabul qilmasligi mumkin emas. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Her kandak bir mümin erinin, her kandak bir mümin ayalının Allah ve onun peygamberi hüküm çıkaran işlerde ihtiyarlığı bulmaydı. Onu mutlak boyusuniş gerek deydi. Ve şundakla bu ayetin devamında وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Kandak bir adam Allah'a itaat kılmaydıken, Allah'a asilik kılıdıken ve Resulühü, peygamberine asilik kılıdıken, hedisine amel kılmaydıken fakat dalla dalalan mubina. O adam uçuk ezip ketken bunu. Demek Allah'a itaat kılmasa, yani Allah'ın sözleri boğan Kur'an-ı Kerim'e itaat kılmasa ve peygambere itaat kılmasa, yani peygamberin sözü boğan hadis'e itaat kılmasa, o adam uçuk ezip ketken adam buladı. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. Biz sizge kitabını, yani Kur'an-ı Kerim'ni ula ihtilaflaşıp kalgan, dağıtılışıp kalgan derslerde bayan kıp birişiniz üçün şurluk deydi. Yani Kur'an-ı Kerim'deki hükümler umumi şekilde düşürülük. Namaz oku, zakat be, degenge okşuğan bir adam mındak okuyumuz ise, yani birisi mındak okuyumuz ise kişiler ihtilaflaşıp kaladı. Madem o şunda ihtilafının aldığını eliş için kandak okuyduğanlıqını, kançı rekat okuyduğanlıqını, kançı vaxt okuyduğanlıqını, zakatını kandak birdiğanlıqını, hecni kandak kıldığanlıqını ve ondan başka bütün hükümlerin tefsilatını, yani kişiler okusa ihtilaflaşıp kalıdığan, okanmaydıgan hükümlerini bayan kıp birişiniz için kitabını sizge düşürüldük deydi. Demek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinin hemmisi Kur'an-ı Kerim'nin tefsiri, onun bayanı. Şunun için hadissiz Kur'an'a amel kılgılı olmaydı. Her xil şekilde amel kılışımız mümkün. Birisi 3 vaxt deydi namazını, birisi 5 vaxt deydi. Mesela muşu din düşmanları boğan hadis inkarçılık qarab bağlıgan bolsak, hadis inkarçılığımı öz içinde nurg'un ixtilofga ega. Birisi 5 vaxt deydi, birisi 3 vaxt deydi, hatta birisi bir qatam deydi. Hatta ba'zilar namoz deganni qachon Allohni asligan kelib shu vaqt o'qiysa deydi. Demak, kishilar mana bu shunda ixtiloflashadi. Hadis mana bu shunda ixtiloflarning hammasining oldini oladi. Bu sababdan Qur'on Karim payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tushgan. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga u Qur'on Karimni bayon qilib
berish, amal qilib berish, tafsiriy ko'rsatish vazifasi yuklangan. Shunga hadissiz, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ko'rsatmasiz Qur'onga amal qilg'ili bo'lmaydi, musulmon bo'lg'ili bo'lmaydi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda "May yuti'ir rasul faqat ata Allah." Payg'ambarga itoat qilgan odam Allohga itoat qilgan bo'ldi deydi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'z xohishi bo'yicha gap qilmaydi. Ya'ni o'zining xiyoliga kelgan bo'yicha gap qilmaydi diniy ishlarda. Faqat Alloh vahiy qilgan vahiga tayinib turiblam so'zlaydi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda bizning shaklinib qolmasligimiz uchun, ikkilinib qolmasligimiz uchun, ozg'unlarning ozdirishga ezib emasligimiz uchun "Va ma yantiqu anil hawa" Muhammad o'z xohishi bo'yicha, xiyoli bo'yicha so'zlamaydi. In huwa illa vahyuha. Uning so'zligini bir vahiydir. Ya'ni vahiga tayinib turib so'zlaydi deydi. Yana bir oyatda "Va ma atakumur rasulu fakhuduhu." Sizga payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom nimani olib kelgan bo'lsa, uni tutinglar. "Va ma nahakum anhu fantahu." Nimadan to'sqan bo'lsa, uningdan yeninglar deydi. Endi bu hadis inkarchi bo'lgan din dushmanlari, millat dushmanlari nima deydi? Payg'ambarga itoat qilmaymiz deydi. Payg'ambar buyurgan narsani qilmaymiz. Payg'ambar to'sqan narsani yanmaymiz. Payg'ambar eshak go'shi yemanglar degan bo'lsin, biz eshak go'shi yeymiz. Namozda 5 vaqt o'qinglar degan bo'lsa, biz 3 vaqt o'qiymiz deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga osiylik qilyapti. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va may ya'sillaha va rasulahu." Qandaq bir odam Allohga osiylik qilsa, uning payg'ambariga osiylik qilsa, uchuq ozg'on bo'ladi deydi. Demak, bu hadis inkarchilari o'zini Qur'onchilar deb atvagan bo'lsa-mu, uchuq ozg'un insonlar. Bular Qur'onchi bo'lgan bo'lsa-da, Qur'on ahli bo'lgan bo'lsa-da, Qur'on Karimdagi Allohning payg'ambariga itoat qilinglar, payg'ambar nimani olib kelgan bo'lsa, uni chin tutinglar degan bu buyruqqa amal qilgan bo'ladi. Shuning uchun bular Qur'onchilar emas, balki bular Qur'onni inkor qiluvchilar. Bu sababdan bular kofir insonlar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu kofir insonlardan bizga xabar bergan. Ya'ni 14 asr ilgari mushundaq insonlarning keldiganligi, ular asla agashmasligimizni bizni ogohlantirgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisida "Yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bi hadithin min hadithi fayaqul baynana wa baynakum kitabullohi azza wa jal ma wajadnahu min halalin istahlalnahu wa ma wajadnahu min haramin harramnahu ala wa inna ma harrama rasululloh sallallohu alayhi wa sallam mithla ma harramalloh." Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu hadisda deydi-ki, shundaq bir kishilar keludiki, ular o'zining karavatiga yulinib, o'ltirib, ularga mening hadisim so'zlansa, bizning aramizda Allohning kitobi bor. Uningda nima halol bo'lsa, uni halol deymiz. Uningda nima harom bo'lsa, uni harom deymiz. Uning boshqasi qabul qilmaymiz deydi. Diqqat! Allohning payg'ambari nimani harom qilgan bo'lsa, u Alloh harom qilganga o'xshash deydi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu din dushmanlaridan 14 asr burun bizga xabar berib bo'lgan. Shundaqla mush hadisning o'zimi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning so'zining haq ekanligiga isbot bo'ladi. Chunki bu hadis 14 asr burun deyilgan. Shundaqla hadis kitoblarida bayon qilingan. Bu hadisninki 14 asrdan keyin rastga chiqqanligi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning so'zining haqiqatan mo'jiza, rost ekanligining bir isboti. So'zi mana shundaq mo'jiza bo'lgan, rost so'zlaydigan, so'zi vahining bir parchasi bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bizning ezib ketmasligimiz uchun, bu maxfiy din dushmanlariga aldanib qolmasligimiz uchun sizlarga ikki narsa qo'yib ketdim. Addu alayha bin nawajiz. Bu ikki narsaga eg'iz tishinglar bilan mahkam tishinglar, ya'ni ching turinglar, hargiz ayrilmanglar deydi. Bu ikki narsa bo'lsa kitobulloh va sunnati. Allohning kitobi va mening sunnatim deydi. Ammo hadis inkarchilari bizni Rasulullohning sunnatidan ayirish orqali bu yo'ldan ozdirmoqchi, islomdan chiqarmoqchi bo'ladi. O'ziga o'xshash din dushmani qilmoqchi bo'ladi. Shundaqla Xitoylarga, zalimlarga yem qilmoqchi bo'ladi. Chunki Qur'on Karim hadisdan ayrilsa, ya'ni to'g'ri shaklda tushuntirilgan, tafsiloti bayon qilingan u hadisdan ayrilsa, har odam Qur'on Karimni o'z kallasi bo'yicha xohlagancha tushunadi-da, bu yerda islom buziladi. Din dushmanlari bo'lsa, mana shunda Qur'on Karimni xato tushunib qilishni saqlaydigan, Qur'on Karimning qur'onini yiqib tashlash orqali Qur'on Karimni xato tushunishga yo'l ochmoqchi bo'ladi. Chunki bular zindiq, ya'ni din dushmani bo'lganligi uchun mana shunday qiladi. Bu din dushmanlari bo'lgan hadis inkorchilari shundaq bir yolg'onchi insonlarki, o'zlari biz hadisni inkor qilamiz, hadisni qabul qilmaymiz, hadis ishonchlik emas deydi. Ammo hadisni inkor qilish uchun hadisni dalil qiladi. Hatto sahobalarga til tekkizish uchun hadis bo'lmagan yolg'on narsalarni to'qishdan yanmaydi. Demak, ular o'zining iddaosida samimiy emas, rasul emas. Bularning din dushmanlari, ya'ni zindiq ekanligining yana bir alomati shuki, bular o'zlarini Qur'onchi, bizga Qur'onga amal qilamiz deb iddao qilsa-mu, lekin bular doim din dushmanlari bilan, ya'ni oshkora din dushmanlari bilan bir qiyiqqa chiqib qoladi. Islomga dushmanlik qiladigan, islomga bana topsam hujum qilib oladigan, nashtrini sanjib oladigan odamlar bilan birga kelib qoladi. Hadisga amal qilgan bo'lsa-mu, musulmonlar bilan aslo birga kelmaydi. Ular kofirlarni bizdan bakrak yaxshi ko'radi. Bizning nurg'un ishlarimizni to'g'ri tushunmaydi, ammo kofirlarning, din dushmanlarining nurg'un ishlarini to'g'ri tushunadi. Musulmonlarning xatoligini sav bilan tarazlaydi, ammo kofirlarning xatoligini bo'lsa, ig'ir narsalarni tortadigan narsalar bilan tortadi. Demak, ular musulmonlarning xatoligiga noit sezgur, ammo kofirlarning xatoligiga noit keng qo'sa. Mana bu ularning bir din dushmani ekanligining ochiq bir alomati. Shundaqla kofirlar va shundaqla ochiq oshkora din dushmanlari bularni qo'llaydi. Bularning din dushmanlari emas, millat dushmani, vatan dushmani ekanligining yana bir alomati shuki, bugun kundagiga o'xshash xalqimiz birlikka, sudak ehtiyoji bor paytda zolim Xitoylarga ham tang bo'lib, xalqimizni bo'lishga urinishi, xalqimizni mashg'ul qilishga urinishidir. Chunki bir Uyg'ur kofir bo'lgan taqdirda bugun kunimizda hargizmi xalqimizni ikkiga bo'ldigan bu narsani o'tirg'a tashlab
boshlamaydi. Demak, bular diniy qalpoqni kiyib olgan bo'lsa-mu, Qur'onchi degan niqobni taqib olgan bo'lsa-mu, bular millatga ziyon solg'uvchilar. Millat dushmanlari, din dushmanlari, shaytonning odam shakllardagi askarlari va odimiy shaytonlar. Shuning uchun bulardan qattiq ehtiyot qilishimiz kerak. Har bir musulmon bularga aldanmaslik kerak. Bularni hargizmi maqsad to'g'ri, nishoni to'g'ri deb ularni aqlamaslik kerak. Chunki bular odimiy shaytonlar. Bular mana bu shundaq niqobni kiyib olib bizni ozdirishni, xalqimizni ojizlashtirishni maqsad qiladi. Shuning uchun oldi bilan bular kofir, murtad bo'lgan insonlar. Agar bularning ayoli musulmon bo'lib qolsa, darhol ularni tövbəga chaqirish kerak. Tekrar tövbəga chaqirib, yana qaytmasa, ulardan ayrilish kerak. Chunki bir musulmon ayolning kofirning, din dushmanining, millat dushmanining uy turishi, onun bilan bir uy tutishi asla to'g'ri emas. Chunki bular aniqlam kofir, aniqlam murtad, aniqlam din va millat dushmani. Shuning uchun bu din dushmanlari va millat dushmanlari bo'lgan odimiy shaytonlarga aldanib ketganlar bo'lsa, darhol Allohga tövbə qilish kerak va shundaqla o'zining dinini o'rganish kerak. Ezib ketmaslik uchun aqida ilmi va shuning o'xshagan ba'zi hukmlarni bilish kerak. Chunki bugun kunimizda shaytonlar mana bu shundaq niqoblar bilan oldimizga kelib bizni ozdirib o'tishi mumkin. Agar biz dinimizni bilmasak, aqidamizni bilmasak, payg'ambarimizni tunamasak, hadisning nima ekanligini bilmasak, bu odimiy shaytonlar o'zining gapdonligi va gap o'yinchishi orqali bizni ozdirib ketishi mumkin. Eng oxirida bo'lsa, agar tövbə qilmasak, Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda "Falyahdharillazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Payg'ambarning amriga bo'ysunmovchilar, xiloflik qiluvchilar, ya'ni payg'ambarning hadisiga amal qilmovchilar, ular o'zlariga dunyoda bir azob kelishidan qo'rqsin va shundaqla oxiratda dardlik bir azob kelishidan qo'rqsin deydi. Bu Qur'on Karimda bayon qilingan oyat. Endi Qur'oncha deb olgan bu hadis inkorchilar Qur'on Karimga amal qilib, Allohning ma dunyoda ularni rasvo qilishidan, dunyoda ularni azoblashidan qattiq qo'rqsin va shundaqla oxiratdagi dardlik azobdan Allah'tan qo'rqsin. Dinga dushmanlik qilishni to'xtatsin. Ma ojiz, mazlum millatimizga dushmanlik qilib, ularni parchalashdan, Xitoyga yem qilib berishdan to'xtatsin.